Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Ular darvozaga keldi va reshatkadan yamishib chiqib, Uyg'ur Qozoq Qirg'iz klubining oldiga bordi. Klub oldidagi bo'linglarda dugidishib, musofirlar o'tirishatdi. Ularning hammasi cho'qim Uyg'ur, dedi Batirov. Ular musofirlarning yeniga keldi. G'olildab titrishib, ko'ni chekman ko'rak jo'lag'i o'rilib, bir-biriga dumbillarini chaplashib o'tirishganlar rastalla Uyg'urlar edi. Nereden geldin? Qashqardan. Sancho? Aqsudan. Munu buvaycho. U Mushiyadan, u Saran. Shingdobanning millatidan birim yo'q. Nerede amal, nerede bayliq, nerede oson paydo bo'lsa, ular shu yerda. Batirov qo'llarini shiltib so'zlashga boshladi. U Nurining oldida tik turib olib, go'yo qasam berayotgandek varqirab qo'llarini shiltadi. Zulm bayada qarşılık buludu. Qarşılık, inqilab degan söz. Ma'qul adash, sen nega borsam, men shu yerga boray. Yomon ekasi mening uydagilarim munulardek talad qala, divanlik qala. Giping to'g'ri, hamma xalqning beshiga kelgan kun bu. Nuri uni yeyilib iqvatgan suvning bo'yiga elib keldi. Suv asta sharqiraydi. Shamol daraxtlarni uvildatib adimakda edi. Biz avval bir tashkilot qursak, dedi Nuri. O'limdan qo'rqmaydigan, xoinlik qilmaydigan, buyruqqa bo'ysundigan do'stlardan avval onni tanlaylik. Asta-asta ko'paytaylik. Qattiq maxfiy harakat qilaylik. Men jenimni atab qo'ydim. Qisos elish, xalqimizni zulmdan qutuldirish uchun 10 qatim o'l desimi, yo'q demayman. Muallim bo'lsak, bolalarni savodli qiladi ekanmiz shu. Sen degandek jonni cho'ng-cho'ng ishlarga tikish kerak. Men mana seni birinchi askarim. Men bu yil 17 yoshga kirdim. Endi bola emasman. Hamma odam o'z pashtisini qo'rsa, xalq mangu zulmdan qutulmaydi. Bir millatning bir necha yuz, bir necha ming fidokorlari bo'lgandilar, u millat o'yg'ina olaydi. Qo'zg'ala olaydi. O'zini o'zi qutqiza olaydi. Rasululloh muallim menga doim shundaq aytdi. Adash, mana ikkimiz tunji qatim xalqimizning hurlik uchun oxirgi tiniqimizgacha kurash qilish qasam ichgan Uyg'ur yigitlari. Biz boshqa millatlarni mo, hatto xanzularni yerimizga to'playlik. Akal qo'lingni. Biz hozirdan boshlab pidoi qasam ichimiz. Ikki yigit hayajon bilan bir-birining qo'llarini chang tutib qasam ichishdi. Xalqimizni zulmdan qutuldirishga jinimiz pida. G'oyimizdan tanmaymiz, xoinlik qilmaymiz, shaxsiy g'arazda bo'lmaymiz. Aqlimiz, kuchimiz, hayotimiz xalqimizga ta'alluq. Fidokorlarni kuchaytimiz. Kuchimizni zo'raytimiz, qattiq maxfiy ish qilamiz. Atidan boshlab har birimiz o'zimizdek fidoidan birdan topimiz. 1940-yili kelish oldida G'o'lja osmonidan qora bulutlar turilib, g'arbdan sharqqa oqmoqda. Qahrdan qish boshlanish oldida G'o'lja tuprog'ida quyun ko'tarilib, yerning sarini ko'kka bulutlarga ochiqmoqda. G'o'lja osmoni 2 yoshga texma qorong'ilashgandek surilib bilinishga boshladi. Kelar qatim ko'rishganda 4 bo'lamiz. Yana bir qatimda 8. Muxtar boy yana xafa. Uning qapqi ichilmag'ili bir oydan oshdi. Bugun uning qor yig'ib turgan qapqiga bo'ron qo'shildi. Yerga yo'riq tushmasdan xotandan elib kelgan ko'k chakman chaponni yepinchaqlab olib, xotiniga taratga vaqtida suv bermading deb varqirgan beti ho'ylig'i chiqib olib, hujralarida uxlayotgan o'ylangan ikki o'g'lini ishkini tepib tillab uyg'otdi. Kenji o'g'lini oshxonada kangda yotgan yerdan varqirab turg'izdi. Sar qopsan saodat, ham baxtlaring farog'at degan xush bo'lganda deydigan so'zlarini birini ishlatmay hammasini la po'qib etib yetishamsan deb tilladi. Shunda qilib u hammaga ish buyurdi. Balalar o'gizi chiqib bedilarning ustida zig'iri paqili yapdi. O'yli supurdi, ot sug'urdi. O'tin kasladi. U hammani yana tillaverdi. Non qiypala, harom tamoqlar. Uning xopiliqi tunigungi o'g'loq tartishdan paydo bo'lgan.
Bu mahallaning na yaramliq otlari, na teqimchi yigitlari qolmagan cheg'i. 10 necha o'g'loqchi o'lgidek tipirlabmi, o'g'loqni mahallaga akilolmay tortqizib qo'ydi. Hatto Muxtarbay qarigiri etini Yoqub o'g'loqchiga berib, otning sag'irsa qamchi soldi. Qarigirining beshini Muxtarbay o'zi yetiladi. Ikki yondan ikki yigit yondashdi. Qarigiri so'zilib, yilondek to'lg'inib ketdi. Shundaqdimi, qarish tarafning teqimchisi Yoqubning teqimidan o'g'loqni yulib ochiqib ketdi va qirishqandek Abdumarimning begining oldiga elib bordi. Abdumarning ostidagi o'ynaqlab turgan damli qora ot shundoq yugurdiki, chig'la har g'ol eriqlardan ushqandek sakrab o'tib, to'pdan o'zib chiqib, yo'lda to'sib turgan damlik ot mingan qo'g'lig'ichilarga tutilmaslik uchun etiz arlab yugurib birdamdila ko'zdan yutdi. Muxtarbay mahallaning eng yaxshi eti bilan qo'g'labmi, Abdumarning qarasini ko'rolmadi. Mahallaning bo'sog'isiga kelgan o'g'loqni tartqizib qo'yganiga kecha uyqusi kelmay terikib chiqdi. Bugun saharda qo'zg'algan sapraliq ana shuning davomi edi. Tex bomdodga azon etmadi-ku. Niman chiqirdi ekan-a? dedi Gulnisabiy oqargan sochlarini kayniga tashlab qo'yib. 30 yildan beri tartiga suv berib bu odamni rozi qila olmadim-ku, tong. Muxtarbaydan 1 yoshli kichik, qiz vaqtida 4 tengirakda tangdish yo'q go'zal hisoblangan bu xotin hozir Muxtarbayning onasiga o'xshab qolgan. Ona bir yerda tursa, hech kim Gulnisabiyni Muxtarbayning ayoli demaydi. 6 bola qo'rsoq ko'tirib, 6 qitim qo'rqinchli injiq bilan nozik ovozli bu vaqtni bu dunyoga ko'z ochqizmoq osonmi? U erining dardini, bolalarining jafosini yetkichi tortdi. Gulnisabiy mana shundaq ana. Uningga hayot 6 bolaning o'tliq mehri bilan bilna, hozirgi ko'rimsiz holati, mukchaygan bel, oqargan chash, tishsiz, mukchaygan qo'riq chiroyni xotiri qoldirdi. Lekin ona chiroyidan ketganiga, Muxtarbayning so'g'uqlashib ketganiga hech qanday azoblanmadi. U qirtib azob Muxtarbayning yerim kechida kelib o'g'irliqcha bo'yni suvga selishtiri bo'ldi. Xotanga otni deb ketganda, Gulnisabiy erining salomat qaytib kelishini 5 vaqt namozdan duo qilib tilaganda, har qitimgi duosining oxiriga ilohim shaytonga ozmisidi degan so'zni qo'shib qo'ygan edi. Lekin sut bilan kirgan qo'y jon bilan chiqadigan o'xshaydi. Muxtarbay odam siyoqidan ayrilib qaytib keldi-yu, bir hafta o'tmayla, ya'ni yarim kechada qorong'i ot eg'iliga kirib bo'yni suvga soldi. Bundaq ish har qitim takrorlanganda Gulnisabiy yotqanning girvikini tishlab, silkinib buquldab yig'ladi. Lekin erga bir qitim qapoq ko'tirib, bu ishdan tortgan azobining tevishini chiqarmadi. Unsiz azob, shavqinsiz g'o'g'a uni burun qiritdi, burun mukchaytdi. Ma'zin degan kankan xotinni imlatamdi nima? deb varqirdi Muxtarbay o'tkini tamg'i tepib kiyib. Og'ziga chivin chichib qo'ysa qo'riy olmaydigan kankan ma'zinlik qilaman degicha pitmoqsi bo'ladi. O'zim berib azon etmasam. U uydagi hamma odamni o'yg'itib yetib, o'yla oramni pokiz supurgizib, beshiga so'sin to'pisini kiyib, masjidga qarab oldirib mandi. Yo'lda ketib etib jarangliq tom ovozi bilan "Ziyak! Hoy ziyak!" deb varqirab qo'ydi. Har qitim bu hovlining oldidan o'tganda uning yuragi o'ynab ketadi-da, qadamlari eg'irlashadi. Uning yodiga Rayhongul keladi emasmi? Mana o masjidning sho'tisini g'arsildatib oldirab minib, o'giziga chiqib va barmoqlari bilan quloqini bo'sh tutib azon tovladi. Uning azini anglish bilan 20-30 uyning hammasidan quruq yo'tal ovozi anglandi. Darvozalar g'ichirlab, g'o'rolar taraqlashga boshladi. Uning ovozi go'yo jang signali. Davlat buyrug'i, xonning hukmi. "Niman chuqlaysan ey imom?" dedi u sansan jo'g'a o'rilib asnab kelayotgan imomga varqirab. "Qushnochim yotganda chiqarmadimi ya?" Yo'qsa, tex attigan emasmi Muxtarbay? Texi bosh to'xodin amdilib o'tdi. Nadi kere? Havo tutib bo'lg'ash shunda.
Yo'q, bizning uyda soat bor hocam. Soat? Hey, Qashqarliq, men haligi birinchi qatim soat ochiqqan sen bo'lamsan ha? Yolg'on aytma deyman. Yolg'on emas. Bu qatim shaharga kirib madrasada mutaoli xalfatning vaznini angladim. U zot namozning vaqti haqida so'zladi. Soat bo'lmasa bo'lmaydi ekan deb 4 xo bug'doyning puli 1 soat setib oldim. Setib oldi boyning dukkanidan. Pah, hammani olaysan. Jahonni oldi Qashqarliq. Nezarxon xo'jam o'libdi. Abdumarning qo'yligi dingoyg'ala turdi. Begim, hech gap yo'q ekan. Sizlarga deb baqay. Abdumarning begining 4 otisi mashhad o'tibdi. Qachongacha Qashqarliq bo'ladi? Menga ma'qul Qashqarliq. O'n otisi ismi Qashqarliq. Sizlarcha? Men nima ekanman? Abdurahmon hojim hammaning tarixini biladi ekan. Sizlarning 11-otlarimi yakandan kelgan ekan-ku. Po'qni yapti u degan. Idil Shohlarning otisi. Idil Shohning 10-otisi tojik. Mening opam shularning tuxumi. Dadam mushalik. Sen nimani bilatding, ay, zag'irchi? Shundaq, bilmayman begim. Ekin baq hojamlar Turpan, Qumuldan, Husayn baylar Atishdan, Sabri hojilarmi Atishdan. Nizarxon hojamning nechinchi buvullarimi yakan Saydiya xonliqidan. Ular Ismoil baq hojamga chetilarmish. Bo'ldi. Kegiz kitobingni yop, ey Qashqarliq. Sallani tuza. Assalomu alaykum. Deb jamoat bir-biridan kelgili turdi. Bugun bomdoddan keyin atsab qilamiz. Kim bomdodga kelmagan bo'lsa, yalang'ochlab o'stanga tashlaymiz. Anglagandimiz jamoat? Shunda qilayli, qaltis gap bo'ldi. Bugun bir turibdi-kan buni Qoraqovon. Shunda qilmaymi bo'lmadi? Biroz kutayli hamsa. Mana bu 29 uylik mahallaning tuvanki mahallasining ko'ngillik sahari. Subiy ko'tarilishdan burun bomdod o'qilib bo'ldi. Abdusalom Qing'ir shaharga kirib ketibdi, dedi Mira qozi odamlarni birma-bir yo'qlam qilib bo'lib. Bomdodga chiqmagan shu Ziyovuddin bir odam. Ziyak, dedi Muxtarboy o'zining bir navri inisining atsabga to'g'ri kelib qolganiga norozi bo'lib. Hammani balo qazo shuni cho'rgilamdi ha? Gapimga. Men bormay jamoat berib uni o'stanga tashlanglar. Yomg'ir aralash qor yog'moqda. Ko'chalar seriq xazon bilan to'lgan. Odamlar dugdishib Ziyovuddinning qo'rusi oldiga keldi. Yo'g'on ho'yladan qo'tori olaqanjoqdan boshqa hech nima yo'q. Odamlar g'o'roda turib varqiradi. Oy Ziyak, chiqar kapı. Yo'g'on ho'ylaning 3 eg'izliq uyining oldidan supa, peshayvonliq. Peshayvondagi kaptar qushqashlar ovozini anglab purruda uchishdi. Olaqanjoq quyruqini ichiga tiqib, so'ldagi eg'ilga qochdi. O'ttirdagi ishik ichilib ko'rakcha u yepinchoqlagan Ziyovuddin paydo bo'ldi. Nim bo'ldi oy jamoat sizlarga? Atsab! dedi mutavalli darrisni pulanglatib. Bu yoqqa chiq, seni suvga bosamiz. Sen har qachon julib, xotining o'lgan ne vaqt? Men gadankashlik qilmay. Nim bo'ldi oy? Ziyovuddin sal mushchaygan iyiz gavdasini oldirmay qimirlatib supudan tushdi va jamoatning oldiga keldi. Tutala uni! 5-6 kuchdan göre uning oldiga yopirilib keldi va qo'l ballarini tutishdi. Qo'yib etinglar oy, o'zim boray zodi. Ziyovuddin bir silkinib kuchdan gurlar dojishdi. Ziyovuddin ko'pchilikning oldiga tushib o'stanga qarab mangdi. Tashlanglar uni, qaynamga! Odamlar qiyoqas cho'qon bilan yana uningga yepildi. Ziyovuddin jo'sin tashladan ko'ngilak ishtonlarini soldi. Ko'pchilik kulishdi. Uyulishdi, qaytishdi. Ziyovuddin ko'pchilikning eshittirishini saqlamayla qaramtul bo'lib tinch eqiyotgan o'stanga o'zini otdi. Birdam yetib chiqdi va g'olildab titrab turib. Bo'ldimi jamoat? dedi. Qirila allaqachon ketishgan. Uning dematliklari qolgan edi. Bo'la, tez chiq. Juvonikiga. Sil bo'lasan kuspa.
bir maqtab, bir tillab uni tezda kiyindirdi. Chelaklarni ko'tarishib suv olg'ili ayollar kelgil turdi. Hayyarlar O'stan 3 kunga chora, mavo qo'tirma junub suvni bulg'ayapti. deb varqirab odamlarni kuldirdi. Ziyoddin kiyinib bo'lgandan keyin Muxtarboy qirg'oqda paydo bo'ldi. Ey Ziyak, bugun o'qatdan bir bag ot keldirma. Tuniga say yo'q, o'g'loqni borchiliklarga tatqizib qo'ydik. Bugun Eva Sapraning to'yi ekan. O'g'loq tashlug'dak, sen bizning qizil otni minib borsan, teqimga arva eti yaxshi. Yo'lib ochiqsanda menga bersan. Men bir yerni ko'zlab qo'ydim, o'g'loqni shu yerga tashlaymiz. Qolgan gapni keyin anglaysan, dedi. Uning gapi buyruq. Demak, Ziyoddin bugun mahalla obro'yi uchun o'g'loq tushib, boshqa mahallalarning teqimchilari bilan kuch sinishidi. Uning yengidek kuchi bormi? U hozir burunqi turgun yigit emas. Yillar uning iyiligini sho'rab, uni qimmatli bayroqlardan ayirmoqda. Lekin Muxtarboyning gapi buyruq. Uning jiq yaxshiligini ko'rgan Ziyoddin uning yuz xatirisi uchun oxirgi kuch mahoratini ko'rsatdi. Bundan 5 kun burun Hevizboyning 3 navrisi balvoqlarga alishil yog'liqlar chigilgan, quloqchisiga uyk qadilib, kukulisiga yog'liq chigilgan, otlarini maxsus odamlar yetilgan 3 o'moq bola bu mahalla kirganda hammani uy ularga pota bog'lab, yog'liq chigib, yonchuqlarga pul, qand kezak, pishiq tuxum selib, xushallik bilan muboraklashgan edi. Hevizboy baygining oldiga to'ga, kayniga qo'zi qipti. 10 atqıcı mühür bergidek deyishgan edi. Odamlar hayronu havas bilan bu xatni to'yini ulug'lagan. Mana bugun havoning toza yomon kuni shu to'y bo'ladi. Bayga oxirida o'g'loq. Muxtarboy to'y sovg'is qilib, bir g'unun ot tayyorladi. U Muxtarboy oilasining obro'yi edi. Hevizboyning uyi yar beshida. Büyük daraxtliq arsida. Cho'ng darvoza janubga qaragan oldi keng sayni. To'yin tarafi cheksiz ketgan sasliq. Nersi qo'yiq o'rmon. O'rmon arasida Ili daryosi. Daryoning o'qati poyonsiz tuzlan. Usti qorliq o'shkilik teg'i. Qo'rining o'rnimi manzirasi go'zal. Turmushga apchil. Sasliq mal bilan to'lgan. Qarsuv sasliqining o'ttirisidan kesib o'tgan. Uning daryo quyilish eg'iziga 2 toshliq tugman yasalgan. Tugman atrofi quyuq talliq, jig'alliq. Qarag'ovul to'shqan jarallarning makoni. Bu qarsuda beliqlar shuncha ko'p. Yazda putungni chilab o'tirsang, har chor beliqlar kelib o'ynashib putungni tishlab baqadi. Texi suv chashqini, qamilarning ko'pligi ko'p. Hevizboyni boy qilgan mushiya. O't cho'pi, o'tun yog'ichi, suyi, yavoyi hayvonlari boyga o'lja. U har yili rasiga necha ming tuya qo'y, necha yuz ot o'kuz, esil qama, tulka, bo'ri terilari va qo'y, kala, ot terilari, yung, ot, yayliq o'xshash chorva mahsulotlarini o'tkazib, u yoqdan raxt, qandgezak, paltidan tartib, so'qqa qatorliq dehqonchilik saymonlari va turmush buyumlarini akirib, pul boyliqiga tinib ketadi. Uning yeri bilan melining sonini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. U bir g'alati odam. Odamlarga ancha aralashmaydi. Gapi oz, to'ydirmay, g'ibli qilib haj qilibmi keldi. Hatto o'zini hoji degizish uchun davrang solmadi. U 100 begi, 1000 begi degandek mansablardan to'shqan ishdan qochgandek qochadi. Hatto uning mol dunyosiga o'g'irlarni tegmaydi. Hevizboyning malaylarida 5 atar bor ekan. Hevizboyning ishlari odamni otdan o'rib oladi ekan. Hevizboyning ayg'irlari odamni talaydi ekan. Buqsi qavonni yerib yetibdi degandek sirliq gaplar alishchida rivoyat. Mana bugun shu boy 3 navrisining xatni to'yini katta qilib o'tkazadi. Muxtarboy bu to'yga alohida yasanib, soqol burutini chektirib, chiparqut pashmitini kiyib, beliga qora pota bog'lab, maskab o'tkini qo'y yig'ida maylab, to'psini ko'ziga kiyib, qizil duxov bo'kini gajgisidan chiqarib qo'yib, otda tik o'ltirib, mahalla arlarining oldidan etini o'ynatib yetib keldi. At bog'lashgan xadalar qadilib, arqonlar tartilgan yerga kelib, otdan tushib edi. At alg'uchilar yugurishib kelib, uning etini oldi. Uning oldiga Hevizboyning o'zi keldi.
kak soqol, viji xumar ko'z, qizil yuz, pokiz odam inchga, muloyim ovoz bilan Rahmat Muxtarbay, dedi uning yirik yo'g'on qo'llarini kichik, nozik qo'llari bilan ching siqib. Shahardan xo'jammi chiqdi. Qani saroyga xo'jam bilan amdastxon bo'lishiga marhamat. Yevizbayning tilimi bir boyliq. U dinni fanniy kitoblarni jiq o'qiydi. O'ruscha, xanzucha so'zlashalaydi. Qozoqcha, o'zbekcha, turkcha degan g'o'g'u suv. Yevizbay nachar kiyingan dehqonlar bilan ashunda qizg'in ko'rishib, ularni maxsus tayyorlangan uylarga taklif qildi. 10 putluq gurish yeydigan qozondan 6 ta polo tayyorlangan. Qozon boshlarida odamlar paltolar bilan döv-döv kala, qo'y go'shtlarini parchalashmoqda. Chaddas yigitlar legan tovoqlarni ko'tarishib, yugurishib yurishmoqda. Taraf-tarafdan top-top otliqlar, harviliqlar uzilmay kelishmoqda. Qo'rsoqlari tartilib ketgan bayga otlarini sovutib, chiroyli chaddas kiyingan balalar atrofda yugurishmoqda. Odamlarning kulki chaqchaqlari, ayollarning yozliqi, terak beshi qunib qaqildishadigan to'qinoq qog'lardek chukuldashlari, otlarning kishnashlari achchiq shamolning huvlashlarini besib ketgan. Odamlar qor aralash yig'iyotgan yomg'irni unutishgan. Anglayotganinglar biliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Yevizbayning to'yi uchun hafta-haftalab tayyorlik ko'rishgan dehqonlar bundoq chaqlarda osmondan tosh yig'il yog'isimi baribir xushal. Bu kun ular uchun unutilg'isiz xotira. Bundoq kunlar ular uchun bir yil yetgudak suhbat xotiralarini qoldira oladi. Ularning hayoti mushundaq kunlar bilan ma'no topadi, yengillanadi. Mana bog'langan otlar shunchalik ko'paydi. Hech qachon bunchalik ko'p ot bir yerga to'plangan emas. 2000 begilik, ya'ni 20-100 begilik yerning odami bu yerga to'plangan. Shahardan chiqqan mehmonlar texi buning sirtida. Necha yuz toki minglagan odam bilan otning to'planishi ham hayvatlik, ham sirlik. Hamma odam bir qiliqi bilanla nam chiqarib olsam deydi. Hamma odam shuhrat tamasi, armon istikida. Hey, o'g'loqqa sarki tashlang'udak. Sarkini qanday qilib epqash qilib bo'ladi? Teqimga basmoqmi tas? Obog'ning temiga meni piyodalar teqimga basayli. 20 yigit piyoda bo'lib tushimiz. Bog'lib olsaqlar o'g'ziga ochiqib ketimiz. Mana bu nalardan piyoda kelishgan dehqonlarning orzusi. Sen ziyak, teqim dab topdan yo'lib ochiqib bersanglar Muxtarbay, oldiga elib ma'alik ufuchudi. Muxtarbayning quloq eti qulonga o'xshaydi jumu. Neni otlar turmamdi, o ko'k otni qara, quloqlar qarlig'ashning qaniti, qara jonivorning tura olmay tepchaklab atqanni. Desam demisam, o bir sapsapchi. Ko'rasan, osh ot o'g'loqni ep qaçsa. Mana bu chavandozlar vasvasasi. Hamma odam nishon sharaf, ustunlik haqida boshqa turmoqda. Odamlar o'ylardan maylashgan eg'iz burunlarini mag'rur surtishib, yor beshiga menishmoqda. Otliqlari otliq, piyodalari piyoda. Daryo bo'yidan cho'rgilatni chepish uchun maydon hozirlangan. Yozliq, chimanlik, tüp-tüz yerning u yer bu yeriga to'g'lar qadalib, yo'l belgisi uchun to'g'larning boshlariga yog'liqlar chigilgan. Har bir agmada maxsus otliqlar qarovullar qo'yilgan. Bugungi baygiga eng tanlangan 28 bayga eti tayyorlangan. Har bir ot, har bir yurt mahallining g'ururi, shan-sharbi. Shu ot shu yurt kattalarining ya beshini tik qiladi, ya yerga sangiltadi. Bir oydan beri tong oshirib tayyorlangan otlar bir-biridan ko'rkam xiyolchan ko'rinadi. Haqiqiy bayga eti bayga oldida xiyolchan shuk bo'lib ketadi. Tepchaklab, eg'iz duruq chaynab, yer chapchib oldirawatganlari dehqon tili bilan aytganda birdamdir yuguradigan sap-sapcha otlar. Maydonni bir aylanish 5000 metr. Mana shu 5000 metrlik aylanmani 20 aylanish kerak. Uzunga chepish bo'lgan bo'lsa, shaharning u chetiga talki eg'iziga chepib borgan bo'lar edi. Bundaq 100 kilometr uzunlikqa otning eti chidamasa, ko'rganlar ot yara vermaydi-da. Mana otlar palligi mangdi. Baygi maydoni sanjoq odam.
atlamanganda daryo tarafdan gavdalik bir varqirab chiqib keldi. Mening etimmi bayga tushdi, dedi u. Beshiga oqmal hay kiygan, chaqqan qisqa ko'rak jo'liq maydis ochiq odam. G'ani o'g'ri ekan, dedi odamlar bir-biriga hayronla xushal bo'lishib. G'ani o'g'rining ovozi kimni qartalmaydi. Uning yenidagi ko'ksi kang, sag'irsi cho'ng, beli inchga, quyrug'i bo'g'ilgan to'ruq at beshini lo'ngi bilan tengib olgan qozoq bola bilan berib baygichilar to'piga qaytaldi. bu o'g'ri bayga otni nadin o'g'irlagandi? Rasida o'g'irlab keldi jazman. Kunasning aytida qildi u. To'rg'a o'tning bo'lsa, men shu yaxshi bay yarmaydi. Qalmoq aytida qildi jumo. Ya qozoq eti. Barnovuldek igiza, qara oyoq erishini istikotda qildi. Hamma odamning ko'zi palladi. Mana, otlar qator tizildi. Mana, paxtadan miltiq etildi. Otlar qo'yib berildi. Bir-ikki cho'rguligicha otlar to'p-to'p bo'lib yugurishdi. Asta-asta süzülüp oldida 10, o'ttirida 5, oxirida 13 ot yugurib bormoqda. Har bir to'pning oraliqi 5-6 metr. Mana, 3-cho'rgilan boshlanib edi, otlarning yaxshi-yomoni xillanishga boshladi. Necha ot sapdan chiqib ketdi. Mana, 28 otdan 16si yo'l talishib ketyapmoqda. 15-aylanishga kelganda 6 ot bir qator, 10 ot bir qator bo'lib qoldi. G'ani o'g'rining eti oxirgi sapda. Pa, to'riqat yugurgan sir qizib, oyog'i echilib, o'zib chiqishga boshladi. Mana, oxirgi 2 aylanish. Bola baygichilar otlarining tizginlarini qo'yib atdi. Otlarning qadamlari shunchalik tez, tuyoqlari ko'rinmay qoldi. Quloqlari yopirilgan ishki oldi, oyog'ini tumshqining biqinidan chiqarib yugurayotgan otni o'zining oxirgi mahoratini ko'rsatmoqda edi. Ko'k ot, qora qashqa, xaltar ot oldida tank etib Birdanla ularga G'ani o'g'rining eti yetishib oldi. Mana, oxirgi aylanish. Otlar ushmoqda. Taraf-tarafdan yondig'ichilar chiqib, bayga otlarga yondishib, otlarning peshonalarini siypab, yeni qamchilab qo'yib, ba'zilari cho'lvarini tutib, yetilab chepib, oxirgi pallani talashmoqda. Mana, qora qashqa oldiga o'zib chiqdi. Pallaga 100 metr qolganda G'ani o'g'rining eti uningga yondashdi. Ikki otning beshimi qadamlarimi tang. Oxirgi 20-30 metr qolganda G'anining etining beshi bir g'irich o'zib edi, qora qashqining yondig'ichisi G'anining etining tumshug'iga bir qamchirib o'tdi. Ot birli silkinib edi, qora qashqa uningdan bir g'irish oldiga o'tdi. Pallaga 5 metr qolganda ikki ot yana tap-mitan bo'lib qoldi. Palla orqaniga G'anining qozoq bolasi birinchi bo'lib qamchisini urdi. Lekin odamlar qora qashqa birinchi deb varqirashdi. Varqirashganlar kattalar edi. Baygi boshqurg'uchimi ularga agishibla qora qashqa deb e'lon qilib atdi. "Hoy, onangni!" dedi G'ani boshqurg'uchi qamchisini tanglab. "To'riqat birinchida, hech qiz." Cho'qon ko'tarildi. Odamlar haqiqat uchun xushomadning ko'rishini boshlab atdi. "Qora qashqa, to'riqat!" Varqirashish, tillashish, oxirida qamchirishish boshlanib, daryo bo'yidagi tuzlangda bir yerning suyi neni bilan cho'ng bo'lgan azamatlar bir-birining beshini yerib, otdan bir-birini tortib tushirishib, jang maydoni paydo qilishdi. Jidal toza ulg'ayganda bo'z ot mingan, atrang palto kiygan so'sar to'pilik odam Hekimba G'ojam bo'z ot ustida turib qo'lni egiz ko'tardi. Shangyola darhol o'z odamlarini tinchitish uchun mahalla cho'nglariga varqirashdi. Oxiri jidal jimidi. Hamma odam G'ojamning eg'izini qarashdi. "Iymon bilan gap qilinglar. To'riq otning birinchi bo'lg'ini rost-ku. Hamma odam ko'rdi-da." dedi G'ojam hukm e'lon qilgandek salmoqliq bilan. "G'ojam bo'lmasa, bu haq bir-birini yeydi. G'ojam shuning uchun yurt otisida." G'ani G'ojamning oldiga keldi va varqirab turib, "Men kelgan tugini G'ojamga tutib, qani G'ojam, duo qilsizlar." dedi. Ko'pchilik qiqas ko'tardi. Taraf-tarafdan madilay keldi. "Amin! Opri! O'g'ri emas, botur!" Qor yog'moqda. Odamlar ustidan quyuq o'r tuman paydo bo'lgan.
G'ani gapini tugitibla odamlarni agashtirib daryo tarafga yurib ketdi. Yevizbay o'z qo'li bilan nar tugini g'ojamga tutdi. Bu nimasi lavay? G'ani Boturning sizga tutgan meli? Yo'q, o'g'irning sherigi bo'lsin damsizlar meni. G'ojam chaqchaq qilib edi. G'ojamga agishib chiqqan juhud laqim bor semiz odam xadik ustida o'ri turib, "Amsa duo qilay. Menga har qanday narsa halol. Men degan juhud" deb chaqchaq qildi. Odamlar qaqoqlashib kulishdi. Nar tuga xadikning kayniga bog'landi. Taraf-tarafdan o'g'loq degan qiyoqas ko'tarildi. Shu zaman maydonga yo'g'on ola teki keltirildi. Qassoblar uni martib yotqizib putlarini tangdida Allohu akbar deb koniga pichoq surdi. Kallasi ichqarni elingan teka chimanlik qo'yildi. Belaklari turilgan, chaqqan kiyingan o'g'loqchilar taraf-tarafdan ot devetib kelib, yerga engishib bir qo'li bilan tekini elib baqdi. Hech kim uni yulib teqimiga basa olmadi, oldiga ola olmadi. Bo'z ot mingan Ziyoddin pishiq o'lang va qo'shlab chiv o'lang tartilgan qovul harvi etidan ikki qo'li bilan o'g'loqqa engishdi. U boshqalardek bir qo'lida ot yoyilini tutib, bir qo'l bilan tekining kayni putini tutmasdan, ikki qo'li bilan tekining ikki kayni putidan tutib, putlar bilan o'zangiga ching terab turib, tekini yerdan yo'lib oldida, o'ng putini chaqqonlik bilan ko'tarib, hashpash degicha o'zangiga bog'ni tekining qo'risqi ustiga qo'ydi. Ondan tövanga qaratib ching dasab, ikki qo'li bilan tekining ikki kayni putini ching tutib otni devetdi. Uning eti midirligicha o'nlab teqimchilar uni midirliqsiz qilib qo'rishib oldi. Bo'z at shaharga 10 xo bug'doyni harva so'rab akralaydigan qovul harva eti go'yo 10 xo yuk bilan harvisini patqoqib petib qolgandek yo'lqinib kuchinib silkindi. Biroq o'g'loqning oldi putini o'ziga o'xshash ikki at ikki yoqqa tortmoqda. Yurt-yurtning teqimchilari bu yerga to'plang'ashqa dangliq teqimchi yolg'izda Ziyoddin emasdi. Shunga bo'z at yo'lib chiqa olmadi. Uning ustiga Ziyoddinning ikki qo'lining yenidimi bir nechta qovul qo'l o'g'loqni qamallab tutib, uning teqimini yuqoriga ko'tarib elib, uni o'rib etish uchun kuchmoqda edi. Muxtarbay etini kayniga so'q qilib, o'g'loqchilar orasidan kirishga harakat qilmoqda va hadab "Ziyak, otning tizgani mana tashla!" deb varqirmoqda edi. Ziyakning og'ziga qamchi tishlaklik, u o'pkidab qizirib, oldiga engishib, o'ncha odam bilan elishmoqda edi. Bo'z at o'ridab turib, oldiga bir yo'lqinib edi, teqimdashgan ikki at so'rab to'pdan yo'lqinib chiqdi. Muxtarbay yerindagi Bo'rvoy ismli qozoqqa "Tor!" deb varqirab, uni Ziyoddinga yondashtirdi. Ziyoddin bilan Bo'rvoy o'g'loqni orqa oldi. Muxtarbay "Hay!" deb varqirab, o'g'loqqa yaqinlashganlarni etining ko'ksi bilan urib, o'g'loqni to'pdan yo'lib chiqdi. 3 atliq o'g'loqni orqa oldi. Uning qolgan o'g'loqchilari boshqa yurtning otlarini yaqin keltirmadi. O'g'loq sasliqqa keyin yer yaqilab kun chiqishqa, u yerdan o'rlab shimol qarab yurib ketdi. Minglagan otliqlar ularni qo'rshab, cho'ng aloman bo'lib shimolga siljidi. Ular o'minishib, yurt mahalla obro'y uchun jon tikib, toki gugum tushkicha erishdi. Oxir kech kirganda Muxtarbay eg'ir o'g'loqni yeliqi yuguruk damlik etining oldiga oldida mahallasidan o'tib, Abdumara Mingbegining ko'ziga qarab yurib ketdi va akilib Mingbegining ho'ylisiga tashladi. O'g'loq tashlash qaysarlikning belgisi. Tashliqchining bo'yniga Mingbegi qoida bo'yicha yog'liq bog'ladi va "Haloyi, bugun kech biznikida mashrab!" deb varqiradi. Muxtarbay Yevizbayning o'g'liqini Abdumara Mingbegining uyiga tashladi degan xabar birdamdila hamma yerga taraldi. "Bu nima qilgani Muxtarbayning ha? Mingbegini sinamoqchido balki. Mingbegi to'poq suyib mashrab bergidak. Ha qachon Muxtarbayning ko'zi Mingbegining chiroyligiga tushgan gap. Qaysi? No'g'ay to'qadin keyingisimi? Yo'q, keyingisidanmi keyingisi oltin tishliq satang. Chiroyliqni ko'z bizdan Muxtarbay jinni untib qoladi-da." Talada lapildab qor yog'moqda. 4 eg'iz uyda liq odam. Balalar sirtda qontirilgan otlarni suvutib yurmoqda. Uylarda ko'lka, naqsh sas.
go'yo bu xalqning g'emi yo'q, go'yo bu xalqqa qayg'u yo'qdek. Hammali chiroyda kulga, hammali ko'ngil shodlangan. Ularning shodligi go'yoki tog' suyi, ba'ayni yayloq gullari. Ularning qalbi nar sididek saf, shabnamdek yaltiroq. Shahar vahimasi bu yerda yo'q. Huquq zo'ravonligi bu yerga ko'langa tashlamagan. Bu yerda naqsha, xushluq va kulgidan boshqa hech nima yo'q. Mashrab yarim kechada oxirlashdi. Muxtarbay hilidan hiliga, o'ylidan chiqib uylarni chorladi. Hujra va to'ngliklik panjaralarni kuzatdi. Cho'ng qo'rodan boshqa yonda yana molchilar qo'rosi bor ekan. Cho'ng dalanning ichida 3 eshik yangi to'qon so'ldagi hujrada turar ekan. Muxtarbay kash uyiga qaytdi. Uning xiyoliga Mingbegining 6-tishliq kulib turadigan yeng olgan to'qili kirib oldi. Mingbegi xotinini ko'z-ko'z qilishga amroq. Kunduzi Hivizbayning to'yiga xadiq qisilib apargan chiroyli ayoliga hamma odam qiziqib qarashdi. Bo'libmi Muxtarbayda xotinparastlar bahona tepib uning yeniga bordi. Hatto gap tashlab o'ziga qartib kuldirib oldi texi. Kuldirdi-da. Ko'ngliga nafsi baloning shaytonlarini chilladi. U bir amal qilib uning lazzatini tetib beqishga boshqa turdi. O'ziga o'xshash nafsi baloning asri bo'lg'uchilardan ikkini topdi-da, maslahatni pushirishga kirishdi. Oxiri ayg'oqchi uningga Mingbegi at shahriga kirdigan degan xabarni yetkazdi. Taligan shu kuni kash Mingbegining kuzligiga yaqin mahallada pir bo'ladi ekan. Ular piriga boradigan bo'lishdi. Pira ham davo ham o'yin. Davolang'uchi shifo topadi, qolganlar ko'ngil ochadi. Baxshi uzun ko'nglar kiyib, tug'ni tutib, mungluq 7 avushning sehriy kuchi bilan jinlarni chaqirib kelguncha odamlar dapchilarning barmoqlaridan, avushlaridan mungluq rohatlanib yayrab ketadi. Baxshi qo'liga xanjarni elib, tug'ni aylanib kasalni qo'g'lab yurib xanjarlaganda, odamlar shifolik tilab, "Alloh" deb varqirishib, ruhning ilkiga o'tib ketadi. Baxshi cho'ng o'yinga tushib, quyunga aylanib pirqirganda bo'lsa, odamlar go'yo g'oyibona kuchni sezadi, o'rinlaridan turishib, "Alloh" deb to'g'lab, kasal odamning azobdan qutulishiga hamdam bo'lishadi. Naq mushpat paraqchilik boshlanganda Muxtarbay uyining to'ridan pagaga tushdi va ikki do'stini elib uydan chiqdi. Dab shovqin ovozi asta-asta yiroqlashdi. Ular otlarini baqqa bog'ladi, uyisiga yamashdi. Ular uyisiga chiqdi. Itlar sezmadi. Ular uzun qora potini to'nglikining dal yog'ichiga bog'ladi. Muxtarbay oldirab tenab potini tutib sangilab dalanga tushdi. Ondan supini silab yurib so'lga burildi va hujra eshigiga bordi. U hujra eshigini muridab mujuqdan chiqarib ochdi va uyga kirdi. Uy hüppida atir-puraydi. Uyning to'nglik panjarasidan g'uva yo'riq tushib turadi. Yiliqi go'zal oltin tishli xonim oppoq yostiqqa sochlarini yeyib, sutdek oq ichki kiyim bilan o'ngda yetib, yolg'iz uxlayotdi. Muxtarbay hammani unutdi. U kiyimlarini silib, xuddi o'z uyidagidek yotqanni qayirib, ayolning qo'yniga sho'nqadi. Ayol yirik qo'l tikandek soqolning g'idaqlashidan cho'chib uyg'onib tiparladi. Lekin varqirashga ulgurolmadi. Uning ustiga eg'ir, ammo yaqinliq bir gavda chiqib olgan. "Madarlama, ya rasvo bo'lsan, yo o'lasan", dedi ari yuzini ayolning yuziga yiqib turib. Ayol qarshilik qilmadi. Yerdan tilagan rohatni yot erdan topdi-da, o'zini o'ngdisiga tashlab, erning bo'ynini quchoqlab, "Siz kim? Nima chiqaram?" deb pichirladi. "Men Muxtarbay. Mingbegi sizni doim tillaydi. U mening dushmanim. Mana shu topda qisos olyapman." "Menmi shu? Tepishibdimiz amsa." Ishkidan bu qitim nafs taqildab, ixtiyoriy holda yana juplashdi. "Muxtar, bo'l endi, potiq yomash." To'nglik panjaradan ikki do'stning ovozi anglandi. Ular panjarani qo'mirib, dal yog'ichiga poti bog'lab tushirgan edi.
Muxtarbay o'rnidan turib mangmoqchi bo'lib edi, ayol "Yo'q, yana birdan" deb uningga esoldi. Muxtarbay ayolning yumshoq, nozik, puraqliq badaniga yana yamashdi. O'gizdagi chaqchaq birdan yo'qoldi. O'gzida o'pir-to'pir do'ngmilishish, mushtlashish boshlanib ketdi. Muxtarbay oldirab tinab kiyindi-da, dalonga o'zini otdi. U dalonga chiqishga ulgura olmadi. 5-6 odam uyga besib kirib, uni kaltak, to'qmoq bilan urishga boshladi. Muxtarbayning bu xotinga ko'z selib yurganini eng burun Abdumarimning begining enisi Ansariddin Talva sezgan. U Muxtarbayning maqsadlik bu uyga o'g'loq tashlaganini, pirdan g'ibbida chiqqanligini sezgan va piyiga tushgan edi. U yolg'iz kelishga petin olmay odam yig'ib kelguncha orliqda xeyli vaqt o'tgan edi. Mana uning 12 odami bu 3 xotin parasini bog'lab oldi. Qaynaq, su qaynaq. Muxtarning orqasida qaynaq su qo'yimiz. 40 kungacha uning orqasida qon eqib qaqshab o'ladi. Dedi Ansari talvi to'riga bog'langan, bosh ko'zi qonga bo'yalgan Muxtarbayning mag'ziga bir mush urib. "Hech qiz!" Muxtarbay ingrab turib Ansarning chatirisiga kuch bilan tepib o'tdi. "Bol, do'ng'aytinglar. O'z qo'lim bilan no'g'ay tiqib, qaynoq suv qo'yaman." Talvining odamlari Muxtarbayning bog'liqliq qo'lini kayna qayirib do'ng'aytdi. Chiroq tutib berayotgan qeri malay yolvordi. "Balalar, insof qilinglar, gunohini men tilay." "Qo'yinglar, uni men chillagan." Yerim yalang'och ayol chirqiroq ovozda varqirab, o'yladi paydo bo'lib edi, hammasi cho'chib ketishdi. "Chillagan bo'lsang, sen buzuqqimi shu?" dedi Ansariddin akisining orzuli xotinining to'lgan ko'ksiga yalt qilib qarab qo'yib. "Akamning ko'ngli qora bo'lmasa, sapli vafasi yo'q buzuqlan deb chiqartdim shahardan." Dalondan 2 ayol etilib chiqib, to'qalni chirqirtib, so'rab akirib ketdi. Bir oyoqda qaynoq suv va nogay keltirildi. Nogayni Ansariddin do'ng'aytilgan Muxtarbayning yo'g'on qaramtul kassining o'ttirisiga to'g'irlab tiqmoqchi bo'lgan edi, qeri malay uningga o'zini otdi. Naq shu chaqda ho'yla darvozi yo'g'on echilib, ho'ylagan otliqlar bostirib kirdi. Bular Ziyoddin boshlab kelgan yigitlar edi. Chiroq o'chirildi. Ho'ylada mushtlashish, kaltaklashish, bo'g'ishish boshlanib ketdi. Otliqlar tang etish oldida mahallaga qaytib kelishdi. Ular lamjim deyishmadi. Muxtarbay o'zini o'limdan qutuldirib olgan bir navri inisi Ziyoddinning ishiga kelganda, "To'qildi ukam, endi mush xotin haqning kendidan chopmayman." dedi yig'lamsirab. "Hech yo'q", dedi Ziyoddin. Hayot shundoq. Xushallik, xafalik, omad, fojia, rasvochilik, mardlik bir-birini qo'g'lishib yuradigan bu cho'ng zamin nini shodaman kunlarni ko'kka uchirib o'tganiga o'xshash, fojia va ornumuzliq chog'larni yutib yetanaydi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinesi